Faqat qishga tayyorgarlik ko'rasiz. Mana bahor kelishi bilan birinchi mevalar pishishi bilan siz murabbo yopishni boshlaysiz. Oldin murabbo yopasiz, keyin boshqacha murabbo, keyin kompot yopasiz, keyin ungacha pomidorlar chiqadi, siz ikra yopasiz, tomat yopasiz, boshqa narsalar, keyin mollarga yem, keyin o'tin hammasini tayyorlaysiz-da. Chunki biz aniq ishonchimiz komil edi. Qish keladi, har yil kelgan, bu yil ham keladi. U shaharda jek, qish kelib qoldi dedi. Qor yog'di. Turvalarni almashtirish kerak. Qish aniq keladi. Shuning uchun aytganimdek, oldin murabbo yopasiz, keyin banka yopasiz, keyin yana boshqa xil, keyin ikralar yopishni boshlaysiz. Ana undan keyin o'tin yig'ishni boshlaysiz. G'o'zapoya tandir uchun, to'nkali pechka uchun, ko'mir har ehtimolga qarshi, keyin makkapoya olasiz, kesib qo'yasiz mollaringiz uchun, keyin uni kesmasdan shunchaki quritasiz, u ham mollaringiz uchun, keyin borib svejiy o't o'rib kelasiz, u hozir yeyishi uchun, keyin yana 4 ta o'ra qazasiz, bittasiga makkapoya yopasiz mollaringiz uchun, bittasiga sabzi yopasiz o'zingiz uchun, bittasiga kartoshka yopasiz o'zingiz uchun.